MMA'da va umuman sportda eng zo'r bo'laman, chempion bo'laman deb maqsad qo'ygan yoshlar, eshiting. Agar sen bu sport turi bilan shug'ullanmoqchi bo'lsang va unda eng yaxshisi bo'lishni istasang, hamma narsadan voz kechishingga to'g'ri keladi. Deyarli hammasidan. Senda na shaxsiy hayot, na yoshlik, xullas hech nima bo'lmaydi. Senda faqat mashg'ulotlar, uy, uxlash, ovqatlanish, mashg'ulotlar, uy, uxlash, ovqatlanish bo'ldi, boshqa hech narsa. Lekin agar shunchaki jangchi bo'lmoqchiman, chiqib gohida g'alaba, gohida mag'lubiyatga uchrayman desang, ha, sportni shaxsiy ishlaring bilan bir vaqtda olib borishing mumkin. Agarda sen chempionlikni va eng yaxshi bo'lmoqchi ekansan, buni boshlashdan oldin 10 marta o'ylab ko'rish kerak. Bu videoni yosh sportchilarimizga va endigina bunga qadam qo'yayotgan yaqinlariga yuborib qo'ying.